Ketdikmi? Uzr boya so'rolmadim. Batafsilroq o'zi nima masalada ketyapmiz? Ha. Bir joyga olib boraman sizni aylantirib. Yaqinroqdan tanishib kelamiz. Ha, tushunarli. Lekin uzr, meni yigitim bor. Bu masalada siz bilan bora olmayman. Qayerga ketib qoldilar? Men chetga ketishimni aytmoqchi edim. Ha, mayli, ertaga yetaman. Salom. Kecha nima birpasga ketib qoldingiz meni kutmasdan? Qaradim orqangizdan. 5 minutda yo'q qoldingiz, chaqolmaymisiz? Ha? Bor ishingni qilgin, oldimda xingirlayvermasdan qiz bolasan, sen o'zing yig'ishtirib ol. Ish vaqtida ishingni qil. Boshqa ishlaringni esa ishdan keyin qilasan. Har doimgidek. Nima bo'lyapti sizga? Ha, xolos kecha boshlab Qoch, yo'limdan qochib, bor ishingni qilgin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ana u hali ham ishlayaptimi? Zarnigormi? Ha, Zarnigor. Ha, ishlab turibdi. Ertadan ishga kelmasin. Xo'p, Tushundingmi? tushundim. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Ha, rahmat. Shunami, Zarnigor ko'rinmaydi ishda. Ha, u ishdan ketdi. Chet elga o'qishga kiribdi adashmasam. Bugun 11 da uchib ketadi. Ha, yo'q. Kim aytdi sizga? O'zi aytdi. Yanada qaytib yig'laydi bu yurak, seni ko'rishim kerak. Bergin bir darak, bergin bir darak. Xazon bo'lib yonib ketdi. Sevgim meni ostonangda qolib ketdi. Sevgim meni devona